juda ko'p odamlar, ba'zi erkaklar juda ham ko'p ayollarni noshukur, ko'p noliydigan mana shunaqa yomon xilqatlar bilan baholab qo'yishadi. Lekin erkak kishini farzand ko'rish xohishini ayol kishi o'zini asablari evaziga, ruhiyati yomonlashishi evaziga, sog'lig'ini ketishi evaziga mana shu xohishini amalga oshiradi. Yoyinki hamma erkak kishini barcha xohishlarini ayol kishi o'zini og'riqlari, o'zini sog'lig'i evaziga badalini to'laydi. Lekin nega ayol kishi arzimagan ko'proq mehr xohlasa, yaxshi sharoit xohlasa, suyana oladigan bir inson xohlasa, ishona oladigan bitta inson xohlasa, shuni talab qilsa ozgina, nimaga u to'g'miya, ko'p noliydigan, noshukur insonga aylandi? Nimaga?